Salom do'stlar. Sizlar bilan men Abdulsafarman. Xo'sh do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Dream Liga Soccer 2026 o'yinidagi tangalar tanga yig'ish muammo bo'layotgan bo'lsa yoki siz ularni dilingizda tangalaringizni tez tugatib qo'yayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki bugun men sizga tangani qayerga sarflash kerak, qayerga esa umuman sarflamaslik kerakligini tushuntirib beraman. Xo'sh do'stlar, agar videomizni boshlashdan oldin videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying va bizni Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda har hafta konkurslar bo'lib o'tadi va dilingiz haqidagi yangiliklarni bemalol bilib va ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik bo'lmasa hozir videoni boshlaymiz. Ko'pchilik tanga yig'adi, keyin do'konga kiradi va ko'rgan birinchi yaxshi futbolchini sotib oladi. Ya'ni transfer, mana bu yerga transferga kiradi. Masalan, bu yerda misol qilib aytaylik, bu yerda Harry Kane bor mana shu yerda. Agar yoki bu yerda Kylian Mbappe bo'lsin, xo'sh mana agar Kylian Mbappe bo'lmaganlarda va bu yerni yaxshi futbolchini sotib oladi. Natijada bir necha soatdan keyin yana mana bu yerda tanga qolmaydi. Hozir bu yerda 1683 tanga turibdi. Agar masalan sizda 2970 ta bo'lsa, keyin yana bir necha soatlardan keyin 0 ga tushib qoladi. Lekin siz agar tangalaringizni to'g'ri ishlasangiz, jamoangizni ancha tez kuchaytirishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Lekin siz qarang, videoni oxirida esa men sizga tangalarim juda kam bo'lsa, ularni qanday to'g'ri tartibda sarflaganini bo'lardim va sizga shuni ko'rsataman. Avvalo bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Tanga dilingizdagi eng muhim resurslardan biri, lekin tanganing ko'pligi sizning jamoangiz kuchli degani emas, muhimi tangani qayerga sarflayotganingiz bo'ladi do'stlar. Qayerga sarflayotganingizda bo'ladi. Masalan, sizda 5000 ta tanga bor. Mana shu yerda 1683 ta turgan bo'lsa, tasavvur qiling, mana shu yerda 5000 ta bo'lib turibdi. Lekin agar uni noto'g'ri futbolchilarga, keraksiz xarajatlarga yoki shunchaki impuls bilan ishlatib yuborsangiz, jamoangiz rivojlanmaydi. Va shuning hisobiga shuning uchun men tangani to'g'ri sarflashni 3 ta guruhga ajratib aytib o'taman. Birinchisi albatta sarflash kerak bo'lgan narsalar. Ikkinchisi vaziyatga qarab sarflash mumkin bo'lgan narsalar. Uchinchisi esa hozir tanga sarflash shart bo'lmagan narsalar. Qani birinchisidan boshlaymiz. Birinchi navbatda tangani jamoangizdagi eng katta muammoli pozitsiyaga sarflang do'stlar. Bu yerda ko'pchilik qiladigan xatolar bor. Masalan, bu yerda sizning hujum uchligingiz juda ham zo'r, lekin siz uni baribir yana masalan zo'r futbolchi ko'p qolsa, baribir uni sotib olishingiz kerak bo'ladi. Agar shunaqa deb o'ylaysiz, masalan, sizda hujumchi yaxshi bo'ladi, siz shularni sotib olasiz do'stlar, lekin ammo sizning himoyangiz juda ham kuchsiz bo'ladi. Natijada hujumchi ko'payadi, lekin biroq siz baribir gol o'tkazaverasiz. Shuning uchun futbolchi sotib olishdan o'zingizga savol bering. Menga aynan mana shu futbolchi kerakmi deb ayting do'stlar. Mana shu yerda masalan, endi faraz qiling, mana shu yerda eng yaxshi himoyachi bor, lekin siz bu yerda hujumchi tanlayapsiz, lekin sizning hujumchingiz juda ham yaxshi. Lekin himoya qolib ketadi do'stlar. Shuning uchun himoyani ham birday kuchaytirish kerak do'stlar. Biroq lekin himoyangiz juda kuchsiz bo'lganligiga yarasha siz har doim gol o'tkazaverasiz do'stlar. Va endi agar himoyangiz yomon bo'lsa, himoyani kuchaytiring. Agar yarim himoyada pas berish muammo bo'lsa, shu pozitsiyani yaxshilang. Mana bu yerda endi men yarim himoya ham juda zo'r demayman, lekin yaxshi, ya'ni o'zini yaxshi tutib, yaxshi o'ynab bera oladi. Agar hujumda gol urish qiyin bo'lsa, hujumni kuchaytiring va hujumchilar olding. Mbappe, Haaland, Yamal, Dembele, Harry Kane, shunga o'xshaydigan hujumchilarni olding do'stlar. Shular ham sizga juda katta foyda beradi. Mana bu tangangiz ham shundan yaxshiroq tejalishi mumkin. Demak, birinchi qoida chiroyli futbolchini emas, jamoangizga kerakli futbolchini sotib oling. Ya'ni mana bu yerda masalan, sizning akkauntingiz bo'troq, ya'ni 30 lik bo'lishi mumkin, 35 lik bo'lishi mumkin, lekin siz Harry Kane yoki Haalandlarni, Kylian Mbappelarni kutayotgan bo'lsangiz, lekin mana bu yerda sizga Luis Diaz kelyapti mana shu yerda. Mana shunday qilib jamoangizga kerakli bo'lgan futbolchilarni oling do'stlar. Bu joyda siz o'zingizga kerakli bo'lganlarni hammasini olib olishingiz kerak. Hamma tangani bir futbolchiga sarflamang. Endi ikkinchi maslahatga o'tamiz. Agar sizda masalan 10 ming ta tanga bo'lsa, hammasini bitta futbolchiga sarflashga shoshilmang. Chunki bitta kuchli futbolchi jamoangizdagi barcha muammolarni hal qilib bermaydi. Masalan, hujumingiz juda kuchli, lekin unga yaxshi pas beradigan yarim himoyachi yo'q yoki himoyangiz juda sekin. Bitta pozitsiyani maksimal darajada kuchaytirishdan ko'ra, ba'zan bir nechta muhim futbolchi pozitsiyani balans qilish foydaliroq. Shuning uchun men bunday qilgan bo'lardim. Avval eng kuchsiz pozitsiyani aniqlayman, keyin ikkinchi muammoli pozitsiyani, keyin uchinchisini.
Balansli jamoa ko'pincha bitta super futbolchiga ega jamoaga qarab qulayliroq o'ynaladi. Yana bir muhim xato: futbolchi reytingi yuqori ekan deb uni darhol sotib olmang. Masalan, bu yerda balandroq futbolchi bor, reytingini tasavvur qiling va ana shuni darhol sotib olmang. Masalan, bitta futbolchining reytingi yuqoriroq, lekin uning sizga kerakli statistikasi unchalik yaxshi emas. Boshqa futbolchining umumiy reytingi bir pastroq bo'lishi mumkin, lekin uning o'yin uslubi sizga juda mos keladi. Masalan, tezligi va uning pushkasi sizga juda ham yaxshi mos keladi. Keyin siz o'ylaysizki, boshqa futbolchining umumiy reytingi biroz pastroq bo'lishi mumkin, lekin u sizning o'yin uslubingizga juda mos keladi. Yana bir bor aytaman. Agar siz tezkor hujumni o'ynasangiz, sizga avvalo tezlik muhim. Mana Kylian Mbappe va Vinicius Junior kabi futbolchilardek tezligi muhim bo'lgan sizlarga futbolchi kerak bo'ladi va uning zarbasi ham aniq bo'lishi kerak. O'sha futbolchilarni siz sotib olishingiz sizni jamoangizni kuchaytirishi va ko'proq g'alabaga olib keltiradi. Agar siz tezkor hujum bilan o'ynasangiz, sizga tezkor futbolchi kerak. Mbappe va Vinicius kabi do'stlar. Agar qanotda o'ynasangiz, tezlik va texnika muhim bo'lishi mumkin. Agar markazda o'ynasangiz, pas va boshqa kerakli ko'rsatkichlarga qaraysiz. Shuning uchun siz futbolchini sotib olishdan oldin pozitsiyasiga qarang, statistikasi va sizning o'yin uslubingizga qarang. O'zingizga yoqqan va o'yin uslubi yoqqan futbolchini tanlashda adashmang do'stlar. Uchalasini tekshiring. Faqat reytingga qarab xarid qilish tangani bekorga sarflashning eng oson yo'llaridan biri. Do'stlar, eng muhim maslahatlardan biri bu do'stlar, tangalaringizni hammasini birdan sarflab yubormang. Yana bir aytaman, masalan, sizda 5000 ta tanga bor, endi coin bor. Do'konda, ya'ni transfer marketda yaxshi futbolchi chiqdi. Siz uni sotib oldingiz, keyin yana boshqa futbolchi chiqdi, lekin tanga qolmadi yoki uni qulflashga ham, ya'ni mana 30 ta yoki 50 ta olmosni ishlatib 2 kun 7 kunga qulflashga ham olmos yo'q. Mana menda ko'rib turganingizdek olmos yo'q, qulflashga ya'ni 17 ta. Keyin yana boshqa futbolchi chiqaveradi. Mana shu yerda muammo bo'ladi. Chunki keyingi safar sizga aynan kerakli futbolchi bo'lgan chiqishi mumkin. Shuning uchun transfer marketda har doim o'yindan keyin uni kuzating. Chunki jonli transfer market deb qo'ygan bu yerda, live transfer degan. Bu yerda sizga har bitta o'yindan keyin haqiqiy, ya'ni kuchli transferlar keladi. Shuning uchun men doim ma'lum miqdorda tangani zaxirada qoldirishni maslahat beraman. Masalan, faloncha tanga bo'lsa, undan past pastdan tushmayman degan o'zingizga qoida chiqarib qo'ying. Masalan, 5000 ta tanga bo'lsa yoki 10000 ta bo'lsa, undan pastga tushmayman degan yoki 2000 yo 3000 ta shunga o'xshaydiganlar bo'lsa, undan pastga tushmayman deb hamma futbolchilarni yig'ib bo'lgandan keyin shunday deb ayting. Shunda kerakli futbolchi chiqqanda qo'lingizda pul bo'ladi. Faqat tanga hozirgi imkoniyat uchun emas, keyingi imkoniyat uchun ham kerak bo'ladi. Endi eng muhim joyga o'tadigan bo'lsak do'stlar, tangani faqat futbolchilarga sarflash kerakmi? Bunga javob beraman, yo'q do'stlar. Jamoangizni rivojlantirish bilan bog'liq xarajatlarni ham hisobga olish kerak bo'ladi. Agar siz yangi boshlagan jamoangiz bo'lsangiz ham, jamoani uzoq muddat rivojlantirish uchun kerakli obyektlar va imkoniyatlarga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Lekin bu yerda ham bitta qoida bor. Hammasini birdan sotib olishim shart emas. Avval sizga hozirgi bosqichda nima kerakligini aniqlang. Agar biror xarajat sizga hozirda hech qanday foyda bermasa, uni keyinga qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, do'stlar, tangani sarflashdan oldin o'zingizga shunday deb o'ylang. Bu menga foyda beradimi? Bu futbolchi menga foyda beradimi yoki yo'qmi deb o'ylab ko'ring. Va menda bu maslahat ayniqsa muhim. Bilasizda, ba'zida yaxshi futbolchi chiqadi, ko'rasiz, voy zo'r futbolchi ekan, voy o'ylamasdan sotib olasiz. Keyin esa bir necha daqiqadan keyin asla menga futbolchi kerak emas ekan deb o'ylab qolasiz. Masalan, mana shu yerda kimdir keldi, mana shu yerda eng yaxshiroq futbolchi keldi, reyting balandroq, siz uni sotib oldingiz. Lekin tanga qolmaydi va ikkinchi sababi buni o'yin uslubi sizga yoqmaydi. Aslan uni tezligi pastdir. Baribir har bitta futbolchining o'ziga yarasha bir kamchiligi bo'ladi. Masalan, bu yerda Kubarsi himoyachi, lekin tezligi bilan zarbasi yaxshi emas va kuchi va staminasi ham yaxshi emas. Shunga o'xshaydigan misollarni keltirsak ham bo'ladi. Sabab bo'layotgan bo'lsa, sizga bir tavsiya, ya'ni bir qoida tavsiya qilaman. Futbolchini sotib olishdan oldin 10 soniyani kuting. O'zingizdan so'rang. Menga bu pozitsiya kerakmi deng. Masalan, yarim himoyachi kuchli bo'lsa yo himoya past bo'lsa, masalan, bir himoyachi kuchliroq Van Dijk o'xshagan himoyachi kelsa yoki Gabriel, Salibalar kelsa, menga shu himoyachi kerakmi yoki menga shu futbolchi kerakmi deb so'rangda, endi bundan yaxshiroq futbolchi bormi deb undan sotib olgandan keyin ham tanga qoladimi deb sal o'ylab, keyin tangani yig'ib yoki olmos bo'lsa uni qulflab yoki keyin yana undan yaxshiroq himoyachi kelib qolishini kuting do'stlar. Agar javoblarni ko'p yo'q bo'lsa,
sotib olmaslikni maslahat beraman. Tangangizni saqlab qoling. Endi eng qiziqisi, agar men DLSni yangi boshlagan bo'lsam, qo'limda atigi 1000 ta coin bo'lsa, men tasodifiy futbolchini sotib olmagan bo'lardim. Mana chunki DLSni boshlaganingizda mana bu yerda ko'k emas, oq futbolchilar keladi, mana bunga o'xshaydiganlar. Shularni men sotib olmagan bo'lardim. Chunki men o'ynayverib, o'ynagandan so'ng bilasiz do'stlar, ko'p futbolchilar ham keladi, ko'p futbolchilar, ya'ni raid agentlar keladi. O'shani mana bu yerlarda, mana shularga o'xshagan futbolchilarni sotib olib, va keyin jamoani sekin shakllantirib borar edim, tangilarimni yig'ib. Tarkibimga qarardim. Yana bir misol qilib aytadigan bo'lsam, eng katta muammo qayerda? Shu pozitsiyani kuchaytirardim. Agar menda 5000 ta coin bo'lsa, yana ham ehtiyotkorroq bo'lardim. Bitta futbolchiga hammasini sarflamasdan jamoaning bir nechta muhim pozitsiyasiga ko'rib chiqardim. Agar yana bir misol qilib aytadigan bo'lsam, agar menda mana shu yerda 1683 ta tangani o'rniga agar 10 000 ta tanga bo'ladigan bo'lsa, men bir qismini kerakli futbolchiga, qolganini esa keyingi imkoniyatlar uchun saqlab qolardim. Tanga bor ekan, sarflashim kerak emas, aksincha menga kerak bo'lsa sarflayman. Mana shu ikkala fikr orasidagi farq jamoangiz tez rivojlanishiga katta ta'sir qiladi do'stlar. Do'stlar, bugungi videolarimiz mana shulardan iborat edi va bu yerda sizda videoni ko'rib bo'lgandan keyin eng katta, ya'ni DLSdagi tangalar muammosidan eng katta 5 ta qoida, siz bularni eslab qolishingiz kerak. Birinchisi, faqat kerakli futbolchi sotib oling. Ikkinchisi, futbolchini faqat reytingiga qarab baholab, ya'ni tanlab sotib olmang. Uchinchisi, hamma coinni birdan sarflamang. To'rtinchisi, jamoangizning eng katta muammosini birinchi hal qiling va beshinchisi, impulsiv xarid qilmang do'stlar. Sizda jamoani shakllantirib va eng kuchli rivojlantirish uchun ko'p tanga kerak emas do'stlar. Mana shularningizni esdan chiqarmang do'stlar. Bugungi videolarimiz mana shulardan iborat edi. Video vaqti cho'zilib ketmasligi kerak. Montajda ham biroz tengroq bo'ladi. Videomizga like bosib qo'yinglar do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyingi videomizda kommentariyada yozib qoldiring va sizga bo'lgan yanada foydaliroq qilib, yana ko'proq ma'lumot topib DLSda sizga chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar.